25 edim. Diyoryam menga qarab 10 bilan chopib kelyapti. Nechi bilan ketamiz, Eko? 35 bilan ketamizmi? Endi Diyoram menga qarab 10 mana qarab. Diyoram meni 10 bilan itaryapti. Men orqaga qaytishim kerak uyimga. Ammo yoqibga qaytishim kerak. Endi men 25 bilan boryapman. Diyoram meni 10 bilan itaryapti. Men nechi bilan qaytib ketaman? 15 bilan. Ya'ni 25 dan nechidan ayiramiz? 10ni ayiramiz. Demak, oqimga qarshini topish uchun biz bu oqim tezlik kemani tezligidan nimani ayiramiz? Kemani tezligidan nima ayiramiz?